Hasan Turdimurodov, freelancer, IT mutaxassis deb aytishimiz mumkin. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Hasan, xush kelibsiz. Bugun nutqimizda tez qo'llanilyapti IT industriya, IT park, sun'iy intellekt, AI, hamda freelancerlar. O'zi aslida freelance so'ziga urg'u beradigan bo'lsa, inglizcha so'z Marjonaxon, yollanish, yollangandan keyin biron bir vazifani bajarib berish degan tushunchani ifodalaydi-da. Freelancer esa kim? Keling, bugun mana shu savollarga oydinlik kiritamiz. Dastavval IT Park Surxondaryo viloyat filiali yaqinda qurib foydalanishga topshiriladi. Ko'rdim. Menimcha, rezidentlarni, freelancerlarni juda ham IT sohasi vakillarini xursand qilayotgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Shunaqa desam bo'ladi. Hali kirib ko'rganim yo'q-ku. Kirib ko'rganlardan eshitdim, yaxshi sharoitlari bor deb aniq qilishdi. Nima deb o'ylaysiz, Hasan? Qay darajada mana shunaqa IT Parkning maxsus binosi o'sha viloyatda kerak? Nimaga xizmat qila oladi? O'zi birinchi xizmat qilishi menimcha u deyarli markazda qurildi. Baribir ko'zi tushgan odam nima ekan bu deb ozgina bo'lsa ham qiziqishi bo'ladi. Katta yoshli odam bo'lsa ham farzandini hech bo'lmasa mana shu nima borib ko'r degan narsaga sababchi bo'lib qolish uchun bitta bino desang bo'ladi. Lekin uni aslida bundan ko'proq narsalar ish yuritilyapti u yoqda. Albatta. To'g'ri. Hasandan siz yana bitta savol so'ramadingiz. Marjonaga nimaga kitob o'qishga motivatsiya bo'lib qoldingiz? To'g'ri, hali u savolni so'rayman. Avval Hasanni o'zi bilan tanishib olaylik dedik. Freelancerlik haqida ham to'xtalib o'tsak, Hasan. Freelancerlik bu oddiy qilib tushuntirilganda, kecha mana shu freelancing bo'yicha gaplashiladi degandan keyin nima desam ekan deb o'ylab o'tirdim-da. Oddiy qilib tushuntirganda, misol uchun dadamga tushuntiraman shunday qilib. Dada, bu misol uchun usta, nima deydi, quruvchi usta yollagandek narsa dedim. Quruvchi usta misol uchun uyda o'tiradi, kimdir unga telefon qiladi, aka mana shu joyda mana bunaqa qurish kerak deydi, borib ishlab pulini olib qaytadi. Yoki o'zi kirib chiqib yoki tanishlaridan nima bor, nima yo'q deb so'rab chiqadi. Mana shu ikkita yo'nalish bo'yicha ishini topib, ishlab, haqqini olib ketadi. U faqat bu borib qurib bir narsa qilib jismoniy mehnat qilmaydi. Misol uchun men o'zim kompyuter orqali, o'sha bilimlar orqali, mana bu aqliy salohiyat orqali pul topib, intellektual mulk yaratib, nima qilib topadi. To'g'ri, freelancerlik xuddi shunday. Albatta, bugun mehnat bozorida freelancerlarga talab katta. To'g'risi, masalan, deylik, men kompaniya ochyapman va o'z-o'zidan kompaniyamni raqamlashtirishni xohlayman. Mijozlarim ham qiynalmasin, xodimlarim ham qiynalmasin. Umuman olganda, kompaniyamning o'z brendini yaratib olishim uchun albatta menga dasturlar kerak. To'g'rimi, Hasan? Siz shular bilan shug'ullanasizmi? Hammasi bilan, to'g'rimi? Hammasi emas. Kimning maqsadi qanaqa bo'lsa, o'sha maqsadga eng optimal yechim berishga harakat qilamiz. Maqsad, masalan. Keling, tushuntirib bering, qanday maqsadlar bo'lishi mumkin? Qanday maqsadlar? Misol uchun, men o'zim freelancer bo'lib, mana bu keyword.ru degan saytda ishlardim. Ya'ni u SNG na sayti, SNG bo'yicha, MDH bo'yicha shu ishlar almashiladigan, pullar almashiladigan sayt, birja, freelancer birja. Bu yoqdan ishchilar kiradi, oddiy qilib tushuntirsa, bu yoqdan ish beruvchilar kiradi. Shunaqangi qiziq holatlar bo'ladi-ku, u yoqda biz o'zimizda yo'q, hali yetib kelmagan, lekin juda ham kichkina narsa bo'lsa ham, ular Rossiyadan ayniqsa juda ham kichkina narsa bo'lsa ham sayt qilib qo'yishadi, juda ham kichkina narsa bo'lsa ham Telegram bot qilib qo'yishadi. Misol uchun bittasi chudi, oddiy meni dedi, paypoq sotadigan biznesim bor dedi. Naski, oddiy, faqat naski bor u yerda, boshqa narsa yo'q. Naski sotish uchun ham bitta sayt qildiryapti boyagi odam. Shuncha darajagacha yetib kelgan. Bizda misol uchun eng katta anavi uzun market bo'lsa, kichkinalari uje yo'q desa ham bo'ladi-da, ko'zga ko'ringani. Boru pasti yo'q degan. Lekin ular har bir o'zi uchun ham sayt, bir narsa qilib qo'yishadi yoki korporativniy saytlar bo'ladi. Shuni biz hozir hammasini hozir Instagram bor-ku, bizneslar Instagram. Aytmoqchi edim. Instagramda bor. Lekin u yoqda misol uchun rivojlangan davlat desa ham bo'ladi. Rivojlangan davlatlarda hammasini Google'da shu anada veb sayti bo'ladi. Veb sayti bo'ladi, mahsulot, qanday mahsulotlar ketgan, uni yaroqlilik muddati qancha, hammasini o'sha yerda tanishish mumkin. O'zini prezentatsiyasi bo'ladi. Prezentatsiyadagi gap, veb sayt shu internetda turadigan prezentatsiyadagi gapda. Shunaqa qildirib qo'yishadi. Meni xayolimga kelmagan ekan. Masalan, agar paypoq biznesini boshlasam, unga sayt ochish erish tuyuladi, lekin bu aslida yo'q, bu marketing. To'g'ri, bugun bozor iqtisodiyoti shuni talab etyapti. Masalan, men umuman uydan chiqishni xohlamayman, to'g'risi.
O'sha saytlar orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulotlarni ko'zdan kechirib o'zimga ma'qulini sotib olaman. Mayli, bozorda 10 so'm qimmat bo'lsin, lekin meni vaqtimni tejaydi. Bozorga borib o'sha nima deydi, gavjum joylarda yurishimni tejaydi. O'sha mablag'imni tejaydi, qaysidir ma'noda yo'l kiralarim, boshqalarim. Bugun mana shu narsa kerakda bizga. Deylik, Munavvar kunni o'zini ham saytini qilsak bo'ladi. Mehmonlarimizni navbatini yozib qo'yish. To'g'rimi? Nima gaplashilinadi? O'zi hamma narsa Telegramda bo'lyapti-ku. Отдельно lichkada bo'lyapti. U как gruppada ishlashi mumkin aytganingizdek. To'g'ri. Bot orqali yoki o'sha sayt orqali ishlanadi. Deylik, va takroriylikni oldini oladi. Misol uchun, avval bir hafta davomida siz belgilab kiritib qo'yasiz, Hasan qanaqa? Deylik, Munavvar kunda nima qilsa, qanaqa platforma qilish mumkin? Mana shu dastur orqali. Endi maqsadiga qarab. Misol uchun, maqsadi mehmonlarning takroriyligini oldini olish. Uni qilsa bo'ladi, u oddiy narsada. Qarang. Men yarimta narsani o'yladim shu paytda. Kim Munavvar kunga chiqmoqchi bo'lsa, ro'yxatdan o'tsin, o'zining narsasini qilsin. Misol uchun, sizlar ham bo'lib qolishi mumkin. Vaqti kelganda, misol uchun, odam topilmay qolishi mumkin, qiziqroq odam. To'g'ri. Qiziqroq odam. Yana kimdir bo'lishi mumkin, o'zini tanitishni xohlashi mumkin. U ochiq tarzda, inson omili qatnashmagan tarzda, iloji boricha sizda ham, ularda ham vaqtini tejagan holda ish jarayonlarini avtomatlashtiradigan bitta bot bo'lishi mumkin. Bu bizga qanchaga tushadi? Ko'pga tushadi, kamga tushadi. Biz hozir qiziqib qoldik. Telegram botlarni narxini bilmas ekanman. O'zim saytni bot narxi qancha? Bunaqa avtomatlashtirilgan saytlarda O'rtacha shu 1-2 million bo'lsa kerak. 100. Ana ham shunaqa bo'ladi. Telegram bot ham shunaqa atrofida bo'ladi. Agar qidirib ko'rilsa u yerda hammasi nima deydi shu narsani? Pulli. Mutaxassis yo'q. Mutaxassis ham bo'lmaydi. Oddiyroqlari kirgan bo'ladi, hali ish. Faqat rahmatga yoki portfolio bo'lishi uchun ham sizga qilib beradigan odamlar bo'ladi, topiladi u yoqda. O'zingizga mos odam topasiz. Eng zo'r joyi shu, o'zingizga mos odam, o'zingizning narxingizga, o'zingiz sifatingizga mos odam topa olasiz u yoqda. Tushunadi. Zo'r. Demak, sayt nomini bir marotaba eslating. Keyword.ru. Unaqa sayt ko'p. Endi mana shunaqa maslahat ham bermoqchi edim. Ya'ni men o'zim Instagramda mana shu qisqagina tanishtirib o'tgan videolarim bor-da. U yerda juda ko'p narsalar bor. Qisqagina tanishtirib o'tgan narsalarim bor. Shunchalik talab ko'p ekan. Aka qanday kiradi, nima qiladi? Keyword.ru, fiverr.com degan saytlar bor. Misol uchun oddiy hozir bizda ingliz tilini biladigan yoshlar ko'p. To'g'ri. Juda ham ko'p. Ana IT ni qaysidir nimadirlarni biladiganlar kam bo'lishi mumkin, lekin ingliz tilini biladiganlar ko'p. Ichkari kirib tarjimonlik qilsa bo'ladi. Lekin hozir sun'iy intellekt mana bu o'zi tarjimon saytlar ham bor, lekin ularga odamlar ishonishmaydi. Ya'ni sun'iy intellektda bo'lmasin, odam menga tarjima qilsin yoki o'zi ruschadan o'zbekchaga kimdir tarjima qildirmoqchi bo'lsa, ma'lum bir so'zlar bo'ladi-ku, uni sun'iy intellektdan bilmaydi, tarjimon saytdan bilmaydi, odam tarjima qilsin degan odam omili kerak, odam aqli kerak bo'lgan analar ham bor. To'g'ri. Jihatlar ham bor. Endi bu freelancing borgan sari individuallashib boryapti. Faqat tadbirkorlar foydalanadimi yoki shaxsiy brend degan narsa paydo bo'ldi va hamma o'zini unga otyapti deb aytishimiz mumkin. Ular ham ishlashi, bitta inson bilan ham ishlashadimi freelancerlar? Masalan, qanday boshlanadi bu ish va qanday ketadi? Endi bu ham maqsadga bog'liq, to'g'rimi? Yo'q, qarang. U yoqda bo'limlari bor-da endi. Misol uchun social media bo'yicha bo'lim bo'lishi mumkin. U yerda dizaynerlar, shunaqa SMM marketologlar, shaxsiy brendni yurgizadigan odamlar bo'lishi mumkin. U yerda gaplashasiz. Endi u birja saytlarning zo'r tomoni shundaki, freelancer aldanib qolib ketmaydi u yoqda. Misol uchun ishni qilib topshirgandan keyin pulni aldab tashlab bermaslik imkoni yo'q. Shunaqa qilinganda o'zi. Endi sizni keysingizda ko'rish mumkin. U bir martalik pul emas-da u. Bir martalik emas, oylik beriladigan narsa mumkin. Misol uchun u yoqda repetitorlar, biznes konsultatsiyalar yoki xuddi siznikiga o'xshab qanaqadir shaxsiy brend konsultatsiyalari bo'lishi mumkin. Siz qanchadir miqdorda birinchi marta to'lov qilasiz, nimadir qilasizda, keyin Telegram lichkalariga o'tsangiz bo'ladi, keyin davomiy ishlasangiz bo'ladi u yoqda. Albatta, tushunarli. Demak, bugun dadamga tushuntiraman dedingiz. Masalan, hozir bizga ham tushuntirsangiz shuni, freelancerlik ortidan yaxshi daromad topsa bo'ladi. Odatda otalar daromadni yaxshi ko'rishadi, bu kasbing qora qozon qaynatadimi deganda. Shunday bo'ladi.
sizlar mutaxassislikda, hamma mutaxassislikda menimcha shunaqa. Boshida juda ham ko'p vaqt sarflashadi-da, lekin kam maosh topishadi. Juda kam yoki nol bo'ladi. Birinchi o'qiydi, 6 oy, 1 yil o'qiydi-da, hech qanaqa narsa bo'lmaydi uni. Natijasi keyin kimgadir shogird tushib, bepul ishlab beradi qanchadir vaqt. Ozginadan keyin mana bu o'rta me'yorlashadi. Ko'p ish qiladi-da, ozroq pul topadi lekin. Keyinchalik vaqt o'tgan sari, mutaxassisligi oshgan sari ozgina ish qilib qo'ysa ham ko'p pul kelaveradi. Yaxshi pul topadigan narsa bo'ladi. Misol uchun men ustozlarim bor edi, freelansdagi o'zini stranichkalari raskachinday bo'lib ketgan, ana portfoliosi juda ko'p bo'lib ketgan. O'zi sahifalari juda ommalashgan. Sahifasi juda ham ommalashgan. Boyagi odamga o'sha misol uchun menga yozishsa, menga hech kim yozmaydi. Men o'zim qidirib chiqaman. Ishing bormi, ishing bo'lsa menga ber. Meni birinchi narsam bor deb chiqaman hammaga. 100 kishiga yozsam, ulardan 10 kishi javob qaytaradi. Bir kishi bilan ishlashimiz mumkin. Bir kishi menga ishonishi mumkin. Lekin u odam bor, hamma ishonadi. U o'sha misol uchun ustozim odam tanlaydi o'sha. Narxi bo'yicha, ishlamasligini. Narxi bo'yicha, boshqasi bo'yicha shunaqa tanlashadi. Mana shu darajaga qancha vaqtda chiqish mumkin? Taxminan 2 yilda o'rtacharoq mana bunaqa darajaga chiqish mumkin. O'rta darajaga. Ko'proq vaqt sarflasa, bir 4 yillarda menimcha. Demak, o'sish faqat vaqt bilan bog'liq ekan-da, bu yerda to'g'rimi? Tajriba portfoliosi bilan bog'liq. Portfolio. Endi misol uchun vaqt o'tsa ham hech narsa qilmay o'tirsa bo'lmaydi. Demak, yulduzchalarni olishchi deylik, Marjona bilan ishladingiz, Marjona sizning ishingizdan rozi va sizga u reyting beradi. Ball beradi. Otliq yozadi. Ya'ni izohlar beradi. Mana shu ham menimcha freelanserlarni faoliyatini kengaytiradi va ko'proq daromad topishga imkon yaratadi. To'g'ri, masalan. Bu ham bor gapmi? Bugun bitta narsaga men e'tibor beraman, masalan, freelanser bo'ladimi yoki o'sha IT rezident bo'ladimi? Har bitta gapirayotgan gapini ham pulga chaqadi, to'g'risi. Ideya bu pul, g'oya pul va shunchaki u siz bilan suhbatlashmaydi. Hattoki IT konsultatsiyalar bor, ya'ni maslahat berishadi, siz unga ma'lum bir to'lov to'lashingiz kerak. Hattoki siz o'sha birinchi suhbatda o'zingizga ishlasa olmasligingiz mumkin, lekin to'lov to'lab qo'ygan bo'lasiz. Shuncha to'ladim, ishlasa olmadim-ku. Yo'q, keyingi dars uchun motivatsiya olgan bo'lasiz. To'g'ri aytasiz. To'g'risida. O'zi mana hozir e'tibor beradigan bo'lsak, o'z-o'zini reklama qilish bu juda ham ommalashib ketdi. Freelancerlarga bo'lgan talab ham deymizmi? Yoki o'zi umuman mana yuqorida zamonaviy kasblarda bu. Inson yaqinda ko'rib qoldim, idish tovoq yuvish xizmatini ham o'zini bitta sahifasi bor, Instagrami bor, Telegramda kanali bor, xizmatlarning turlari va uni paketlari bor. Qaysi birini tanlasangiz, qaysi ishlarni qilib berishligi shu darajada odam xayoliga kelmagan kreativlik qilishadi-da bu yoqda. Yana bitta narsani ko'rib qoldim. Unda sizga kelib ishlaringizni yordamlashadi. Masalan, siz mana ssenariylar topshirishga vaqtingiz bo'lmaydi-ku? Syomkada yurasiz, ana shu yordamchiga aytib qo'yasiz, ish vaqti doimiy emas, kerakli ishlaringizni yuklab qo'yasiz, u bajarib beradi. Uni ham xuddiki freelancerga o'xshaydi-da. Qancha mablag' berar ekan keyin? Administrator. Qilgan ishiga qarab puli kelishiladi. Men ham ishxonada ochib qo'ysam bo'larkan bitta platforma qilib ishxonadagilarga ko'mak madad guruhi deb qo'ysam. Yo'q, men o'yladim, bizga juda ham kerakli odam ekan. Ba'zida syomkada bo'lib qolgan vaqtimizda, mana bu hujjat ishlari bilan shug'ullanishimizda vaqt topilmaydi, bilasizku? Juda ham sohani tushunish ham kerak-ku. Sohani tushunib yo'q. Hamma sohani tushunib, hamma sohada yordam bera olish mumkin. Siz talabingizni qo'yasiz, ishingiz qanaqa ketishini ko'rsatasiz, u shuni bajarar ekan. Endi masalan, bugun juda ham ommalashib ketdi, deylik, bemalol ayta olamiz. Bugun mana ChatGPT, sun'iy intellekt orqali odamlar fikrlashdan to'xtab qolyapti. Sahifasida kotiba deb yozib qo'yganda, eng qizig'i, u sizga kotibalik qiladi, tushunyapsizmi? U sizga individualniy. To'g'ri. Deylik, bugun Hasan, mana sizning fikringizda, bugun masalan Toshkent yoki katta poytaxt shaharlar sun'iy intellekt asosida hattoki muloqot qilyapti. Ideya olyapti, g'oya olyapti yoki qator loyihalarda grantlarni yutib olishga ham masalan ChatGPTning foydasi katta bo'lyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? 5-6 yildan keyin biz ham hatto aytayotgan gaplarimizni ham ChatGPTdan so'rab qolarmikanmiz? O'zi bu narsa o'zi bo'lgan. Allaqachon bo'lgan. O'zim misolimda aytay. Ikki xil qarash bor-da. Ikki xil qarash bor. Unda ham shu Instagramimga qo'yib, mana shunaqa bo'lyapti desam,
kommentariya to'lib ketdi, aytyapti, bu miyani to'xtatib qo'yadi, To'g'ri. ishlamay Negativ. qoladi, o'zing o'qi, o'zing ishla, o'zing bir narsa qil deyshadi. Ikkinchi tomoni bor, bu juda ham yaxshi yordamchi, vaqtingizni tejab beradigan. O'zi sun'iy intellektni, ChatGPTni shunday odam sifatida shunday tasavvur qilish kerakki, ko'zi ko'r, lekin juda ham hamma sohani yaxshi biladigan mutaxassis deb tasavvur qilsak, u bizga plyusimizga ishlaydi. Misol uchun o'zim freelansda zakaz olsam, buyurtma olaman. Buyurtma olganimda avvallari ideyasini qilishga, bir narsalarni qilishga, misol uchun bir kunlab, 2 kunlab, bir haftalab vaqtim ketishi mumkin edi. Hozir ChatGPT o'zi kirsangiz, yozganingizdan, misol yozib bo'lgandan keyin yangi yozsangiz, bittasi bu yoqqa tushib keladi. Chetkadagi chatlar tushib ketaveradi. Shunaqa chatlarni qilib qo'yganmanda, har xil yo'nalish bo'yicha har xil yordamchilar yasab qo'yganman o'zimga. Ya'ni misol uchun freelancing bo'yicha yordamchi, misol uchun Instagram qanaqadir ideyalar bo'yicha yordamchi qilib yasab qo'yganman. Hammasiga tushuntirib qo'yganman. Men senga qisqa mana shu narsani yozaman, sen menga mana bunaqa qilib berasan. Shunday qilib, vaqtimda juda ham 10x deydimi, o'zim hozir o'lchab ko'rmaganman qancha qisqarganini, qancha bitta ishni qilishim uchun qancha qisqarganini, lekin endi undan uni olib qo'ysa voz kecha olmayman-da boyagina. Nima deyman? Allaqachon tayanib Yordamchilaringizdan. O'sha chunki unga 2 og'iz gap yozganimdan keyin menga hamma narsani chiqarib beradi. Shunday olamanda uni qilib bu odamga tashlayman egasiga. Lekin u ham baribir mutaxassis, o'z mutaxassislik doirasida masalan ma'lumot oladi, lekin men bugungi kunda qarshilardanman. ChatGPT yoki sun'iy intellektni tafakkuri bilan eshitish kabi jarayonlarga. Chunki insonni o'zi deylik ma'lum bir yoshgacha o'zi tafakkur qilish kerak-da. Deylik 20 yoshgacha, 30 yoshgacha, mayli 40 plus bo'lgandan keyin u so'rasin ChatGPTdan. 50 plus bo'lgandan keyin so'rasin, chunki o'zi shu yoshga borib so'rash kerak bo'lmay qoladi. Xotirasi sayishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin-da, lekin ungacha bo'lgan jarayonda o'zi o'qib izlanishi kerak-da. Chunki bugun dunyo shuni aytayapti, biz bir necha yildan keyin xohlaymizmi yo'qmi sun'iy intellekt asosida hayotimizda davom ettiramiz deyapti. Bugun ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor bersangiz, AI deya nomlangan tugmachasi bor. Bu AI orqali e'lon qilasanmi, yaratasanmi yoki o'zingmi? Biz shunchaki AI ni tanlab qo'ya qolamiz. AI bizni bugun o'rganayapti. Ertaga bizni psixologiyamizga hujum qilishi mumkin deyman. Ertaga bizni qarorlarimizga hatto qarshi chiqishi mumkin. Hatto AI ni bizga mana ta'sirini Instagramda ham sezsangiz bo'ladi. Xafa bo'lib o'tiring. Faqat sizga tushkun bo'lgan qo'shiqlar, o'sha qisqa videochalar chiqib kelaveradi. YouTube'da ham shu narsani o'zi savol bermoqchi edim. Kayfiyatimni qanday anglaydi? Men garchi shu narsani qidirmagan bo'lsam ham. Masalan, Hasan. Yo'q, qidirmagan bo'laman. Fikringiz qanday bugungi kuni yoshi sifatida? Mana shu davrning yoshi sifatida. Qarang, Instagramda algoritm ishlashi o'zi anchadan beri unda AI bor, lekin ana qilinmagan u. Olib chiqilmagan. O'zim ishlatadigan ChatGPT misolida aytaman. Men u bilan juda ham ko'p muloqot qilaman-da. Ya'ni, misol uchun kunlik nimadirlar so'ramayman, faqat soha bo'yicha so'rayman. Mendan kimdir maslahat so'rasa, sohang bo'yicha ishlat, din bo'yicha, siyosat bo'yicha undan so'rama deyman. Chunki u g'alati javoblar beradi din bo'yicha, boshqa kunlik nimadirlar bo'yicha so'rasa. Ideya olish zo'r. Ideya olish, soha bo'yicha ma'lumot olish, nimadir internetdan chiqmadimi? O'shani yaxshiroq yozib bizga ma'lumot qilib beradi. Tushunarliroq qilib. Endi shunaqa holatga duch kelganmanki, o'zim bilan yozishyapman, ChatGPT bilan yozishyapman-da. Keyin boshqa ana bilan qilyapman. Boshqa odamni ChatGPT'sini olib yozsam, unga boshqacha javob beryapti-da. Menga boshqacha javob, chunki u meni o'sha xarakterimda yozish, o'qish uslublarimni menga o'sha moslashdi. Shunday. Sizni anglab bo'ldi u. Anglab bo'ldi. Qoyil dedim. Yaxshi deb qo'ydim-da. Masalan, xuddi shu mavzuda tadqiqot instituti olimi bilan suhbatlashganmiz. Ular yillar davomida qilgan tadqiqotlarini natijasini sun'iy intellekt bir pasda ko'rsatib bergandi. Soniyalar ichida, lekin ular uning uchun soatlab vaqt sarflagan, kunlab va hattoki natijasini kutganda, keyin aytiladi, qanaqa qilib biz ham shunaqa savol berdik. Insonlar darajasini qanday aniqlaydi? Ishlatayotgan so'zga qarab. So'zlar soniga qarab aniqlab beradi. Deylik, bitta savolni 3 ta so'z bilan so'rash mumkin, bitta savolni 10 ta so'z bilan so'rash mumkin. Deylik, olim odam savolni kengroq so'raydi. Mazmun mohiyati bilan so'raydi. Oddiy odam esa
shunchaki Dangalgina. dangal so'raydi va shunga qarab unga javob chiqadi. Bugun hattoki noto'g'ri deyman yana bir bora kasallik tarixini yozib, menda yo'talish, menda boshqa deb alomatlarni yozib, hatto sun'iy intellektdan shifokor sifatida retsept olayotganlar ham bor oramizda. Ha, to'g'ri. Bu narsani inkor qilish. To'g'ri, lekin hali menimcha 21-asr, 22-asrga sakrab o'tib olyapmiz deb o'ylab qolaman. Hali bor-da, ozroq biz hali ham insonlarga tayanishimiz kerak, chunki soha mutaxassislari o'qiyapti, izlanyapti, ularni baribir tajribasi kerak. Sun'iy intellektga ishonib qolib, ertaga boshqa kasalliklarimiz paydo bo'lib qolishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Endi buni aytishdi deb Juda yopiq odam, holanaga yopiq odam ekansiz. Men yopiq emasman, men ochiqman, prosta shunchaki shunchaki qabul qilgim kelmayapti. Chunki odam o'qib izlanish kerak, ter to'kib mehnat qilish kerak degan fikrdaman, to'g'risi. Bu gapingizdan to'g'ri. O'zi frilanserlar talashmaydi. To'g'ri deyishadi. Xo'p, Hasan rahmat bugun samimiy suhbat uchun. To'g'risi zamonaviy suhbat bo'ldi. Chunki hali bu mavzuda biz juda ham ko'p gaplashishimiz kerak. Sun'iy intellekt hali Surxondaryoda ommalashgani yo'q. Ko'rinib turibdi. Sun'iy intellekt bilasizmi, biz yoshligimizda o'ynaydigan eng o'sha oddiy o'yinlarda ham bo'lgan. Yutqazib qo'yaverasiz, sizni taktikangizga, o'sha mahoratingizga qarab u boshqacha qo'llaydi. Shunday u yo'q, endi ayta olmayman. Bir oldimizda bo'lgan, faqat endi bugun juda ham hayotimizga kirib kelyapti. Hattoki mana yaqinda o'sha robot bilan turmush qurish, ya'ni nikohdan o'tish holati ro'y berdi. Xo'p, mana masalan bu yoki robot orqali, mana sun'iy intellekt orqali, sun'iy intellektga bitta rus blogermi, frilansermi vaqtim yo'q meni. Men o'zini qiziqishlarini, qanaqa qiz xohlashini yozganda, sen meni chatimga kirib hammaga yozib chiq. Misol uchun, o'zi vaqti yo'q. Misol 2-3 odam qiz bilan suhbatlashish mumkin. Hamma bilan suhbatlashib chiqqanda uni o'rniga ChatGPT, u o'tgan yilgi voqea. ChatGPT emas, sun'iy intellekt boshqasi. Sun'iy intellekt. Bir 100 tami, 200 ta qiz bilan suhbatlashib, saralab, oxir bittasini topib bergan bunga. Keyin boyagi odam shu bilan shunaqa suhbatlashyapti, bittada boyagi odam bilan fikrlashi bir-biriga darajasi to'g'ri kelyapti-da, turmush qurib ketyapti ekan. Sovchilik qildi-da. Sovchilik. Bu o'rniga gaplashib, saralab bergan, vaqtini tejab bergan. To'g'ri, endi choy ko'tarib qizlar kirib o'tirmaysizlar, sovchilar sizga Telegramdan keladi, Instagramdan keladi. Yigitlarga ham oson bo'lib ketibdi. Hech ovora bo'lmasdan, gul ko'tarib chopmasdan, qizni izidan yugurmasdan, shuni sun'iy intellektga yozar ekanda, gaplashib o'tirmasdan. Qizalonni topib berar ekan. Maza qildim, lekin saralab berganiga. Zo'r. Yo'q, buni tavsiya qilmaymiz. Yo'q, chopish kerak izidan, chopish kerak. To'g'ri. Tavsiya qilmaymiz. Kun tilaklaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Albatta bugungi suhbatimiz davomini hali Marjonaxon tashkil qilasiz Hasan bilan. Yana gaplashamiz. Men frilanserlik haqida bilib oldik, yaxshi daromadli kasb. O'zimga bekorga taklif qilmagandim. Juda ham qiziq mavzu, ayni kunlarda aktual bo'lgani uchun Hasanni majburlab, yo'q, opa meni ishim ko'p deganiga qaramasdan. Hali kitobingizni, sizni kitob o'qishga majburlagan Hasan. Ha, ana shunga to'xtalaylik. Yashamoq sari asarini mana yuqorida kitobxonga tavsiyalar sahifasida sharhini eshitdik. Hasan shu vaqtda biz bilan suhbatlashib turganda o'qiganman dedi. Nima haqida Hasan keling? Demadim-ku. Ha, nima haqida? Menga aytib berishdi bu kitobni. Xullas, asosiy buni fishkasi shundayki, o'qigan odamlarni kuzatsam, hammasi yig'ladim, ta'sirlandim, yig'ladim. Endi balki qiz bola bo'lgani uchun shundaydir, lekin hammasi ta'sirlandim degan anasi kelyapti. Baribir buni ta'sirlanadigan asarda o'qishni yaxshi tomoni ancha ko'nglingiz qotib ketganda hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'tirasiz, oson bo'lib ketgan, kim bilandir suhbatlashish, kimnidir xafa qilish, xursand qilish juda oson bo'lib ketgan. Lekin boyagi narsalarga ozgina qaytsangiz, odamiylikka qaytishi mumkin-da, ozgina yig'lasa, boshqa qilsa achinish hislari qaytishi mumkin. To'g'ri. O'zi kitob o'qish qanchadir anchalik yaxshi. Mana sizga men o'z ta'sirimni o'tkaza olyapman. Demak, sun'iy intellekt emas, kitoblar insonga intellekt berishini mana bugungi kun yoshlari o'zlari tan olyapti. Demak, Hasan biz bilan suhbatdosh bo'ldilar. Marhamat, kun tilaklari bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Kun tilaklari. Hammani ishiga omad. Iloji boricha zamonaviylikdan to'xtamang. Endi qanaqa, misol uchun suhbatlashganda shunaqa boyagi kommentariyada ham shuni kuzatib qoldimki, ular ko'pchilik yomon yo'lda ishlatyapti ekan. Qanaqa yomon? Imtihonga kirganida ishlatishi, boshqaga kirganida ishlatish holatlari bo'lyapti ekan. Unaqa bo'lishi kerak emas-da. To'g'ri. Qanchadir, misol uchun shunaqa yurist bo'lsa yoki shunaqa shifokor bo'lsaki, u imtihon payti ChatGPT dan foydalangan bo'lsa, u juda
vahimali holat. Noto'g'ri. O'sha holatlarda ishlamang, faqat nima deydi? Yaxshi izlanish sifatida ishlatish kerak. Xullas, bugun Samarali foydalaning, har qanday imkoniyatdan demoqchisiz. samarali, yaxshi tomonga foydalanish kerak. Rahmat. Rahmat. Hasan, sizga tashrif uchun, chiroyli, mazmunli, samimiy suhbat uchun yana kutib qolamiz sizni. Albatta. Ishlaringizga omad. Demak, har qanday intellekt vaqti kelib u yana ham rivojlanib borishi mumkin, chunki insonning umri uzayib borgan sari, ya'ni yosh o'tavergandan keyin shu fikrlashingiz ham o'tkirlashib boraveradi, lekin u ChatGPTga aylanasiz. sun'iy narsalar bilan qorishib boraversa, menimcha u xiralashishi mumkin, o'tkirlashmasa kerak. To'g'ri. Xo'p, menga ko'pchilik qarshi chiqadi, lekin men o'z haqiqatimda qolaman.